Biz qurgan do'konni maqtab qoldi Anvar akam. 2 yil oldim olganingizga. 2 yilni oshdi. O'zingizga bir aytay dedi. Yomon bo'lsa ham aytadi, yaxshi bo'lsa ham aytadi. Qisqasi qish kunida deyapti, konditsioner yoqqanmiz ozgina deyapti bu yerga. Ichkariga kirib ketdik. Ichkarida konditsionerlar, pechkalar, yana gaz ballonda propanda ovqat qilishgan. Svet o'chib qolganda 2 minutda уже muzlab ketdi deyapti. Hovur chiqadigan bo'lib deydi. Bir narsa qilib ovqatlanib yana ishxonaga chiqsak deydi, bu yer issiq turibdi deydi. Qish rosa sovuq kunlari. Keyin so'radim. Yozda qanday desam, yozda ham utepletili yaxshi bo'lgan ekan. Sizlarkina deyapti. Utepletili yaxshi bo'lgani uchun konditsioner yoqib qo'yamiz deydi. Abitda kirib ketyapti, o'chirib qo'yamiz deyapti. O'chirib qo'yib, endi uyda yarim soat abit qilar, 1 soat abit qilar. Bolalar bilan abit qilib chiqsa, muzdek turarmish. Shu maqtab qoldi shu olgan odam o'zi. Lekin do'konlarimizni, ko'chma do'konlarimiz narxi bizda qimmatroq. Hozir hech narsa o'zgarmagan, lekin polkalarni o'zlari qilgizgan. Polkani ham moshnisini qilgan, chunki yuk turadi-da, mana bittasi 4 litrdan bo'lsa ham qanaqa yuk borib edi. Qolgan hech narsasi o'zgarmagan, poli, patolog, devor hech narsasini o'zgartmagan. Bir marta tashqaridan mashina uribdi, mashina meni yonam kelib, tormozni beraman deb sekin kelib urgan bunga. Aynasini ketmaganda bukilib qolgan. Bukilib qolgani mana aql to'sib qo'yishibdi buni. Ichkaridan ko'rinmadi, men qaradim, bukilganini qiziqib qarasam ko'rinmadi. Sasa oyna parchalanib ketmagan, buni parchalanib ketmaganligining sababi endi Allohning bir ne'mati, musibat bo'lmagan. Ikkinchidan zakalka qilinganligi uchun sira sinib ketmaydi. Lekin do'konlar bizda qimmat, boshqalarga qaraganda puliga yarasha. Hozir ikkita do'kon zakaz qilgan odam sizlarga qimmat ekan deb bizga qilmadi. Ikkinchisini qilgizyapti.